Короче, assalomu alaykum hammaga. Xayrli kech. Do'stlar, men Odilda hamma vizifani qabul qildim. Inshaalloh 4-mart kuni Oktagon liga Toshkentda turnir o'tkazadi. Короче, Kamil karate bilan 66 ga vezqalarga 74 ushaman debdi. Men senga 74 ushga roziman. Kamil karate bo'yida yetishim mumkin. Bunisi karash to'dasida qilmayinda. Har bitta gaplaringga inshaalloh Alloh izni bilan Oktagonda javob berasan. Agar 4-mart bo'yni qabul qilmasang, 4-martdan keyin menga tuda viza bunaqa bo'ladi deb qilmang. Meni o'zim maqsad yo'lim bu. Men senga dishoy bayazlardan emasman. Esingda tursin. Allohning izni bilan men seni Oktagondan nakazat qilaman.